Qo'shtepa tumanida axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirishga qaratilgan muhim loyiha IT parkning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda so'z olganlar bugungi kunda IT sohasi nafaqat zamon talabi, balki iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayverlaridan biri hisoblanishi. Yangi markaz esa tuman yoshlariga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish va ilg'or texnologiyalarni o'rganish uchun mustahkam zamin yaratishini ta'kidladi. Viloyat hokimimiz tashabbuslari bilan har bitta tumanga IT center, IT shaharchalarni ochish taklifi berilgan. Biz yoshlarni IT sohasiga o'qitish uchun ushbu chiroyli binoni ochilishidamiz. Bu yerda hozir 100 nafar IT sohasini o'rganuvchi bolalar va undan tashqari chet tilini o'rganish uchun ham imkoniyatlar yaratib berilgan. Bu yerda yoshlar o'zlarining startup loyihalarini rivojlantirish uchun coworking zonalari ochilgan. Bemalol undan foydalanib, o'zlarining loyihalarini rivojlantirish mumkin. Mazkur markaz hududida raqamli infratuzilmani mustahkamlash, yoshlarning zamonaviy kasblarga bo'lgan qiziqishini oshirish va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Qo'shtepa tumanida istiqomat qilaman. Tumanimizga bunday chiroyli zamonaviy IT markaz ochilganini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Oldin bunaqa imkoniyatlar kam edi. Biror dasturlash tilini yoki ITga oid birorta fanni o'rganish uchun shahar markazlariga yoki viloyat markazlariga borishga to'g'ri kelardi. Bu tuman yoshlariga biroz noqulaylik tug'dirardi. Bunday sharoitlarda yana ham ko'proq zamonaviy kasb egalari rivojlanadi deb o'ylayman. IT markazda dasturlash, veb ishlab chiqish, grafik dizayn, robototexnika kabi yo'nalishlarda ta'lim olish uchun zamonaviy jihozlangan xonalar tashkil etilgan. Shuningdek, startup loyihalarini shakllantirish va amaliyotga tatbiq etish uchun ham zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Bu kabi qulayliklar iqtidorli yoshlarning biznes g'oyalarini rivojlantirish imkonini beradi. Kelgusida markazda yoshlarning til o'rganishlari va intellektual rivojlanishlari uchun ham alohida yo'nalishlarni tashkil etish ko'zda tutilgan.